Moskvaga nima uchun kelgansiz? Tomosha. Zaodno telefon. Shu uchun, ha? Ha, plus arzon sizlarga. Faqat telefon uchun Moskvaga keldingiz. Ham telefon, ham Kreml tomosha qilib. Gap yo'q, aka. Tomosha qilgani, aylangani, Abu Sahiydan telefon olgani keldingiz. Akamiz Infinix Hot 50 olyaptilar. Infinix kompaniyasi juda yoqar ekan akamizga. Aka, nima uchun aynan bu telefon tanladingiz? Buni mana shu nimasi yo'qdi, funksiyalari, surat, mana bu surati yarq chiroyli oladi. Ham frontalni, ham u tarafi ham chiroyli, hamma tarafi telefon udobni qo'yilgan bunoq, ham chiroyli, video chiroyli. Oching aka. Bismillah. Ana. Men Abu Sahiy shu Telegramdan ko'rdim. Gap yo'q. Mana pachka salafan. Ko'rsatib qo'ying telefonni. 5 sarapin. Yangi mashina oladi-ku, uni. Qani? Opa. Шоколадный свет. Yoqdimi aka o'zingizga? Rizansa, moskvicham. Конечно, всё. Bunaqa telefonlarni olish uchun nima qilish kerak aka? Ishlash kerak, tamom. Qayerda? Любой joyga, главное ishlash kerak. Glavoy ishlash kerak, video yozish kerak emas. Главное ish, tamom mehnat. Gap yo'q. Rohati mana shu.